Quruq suv beravering. Nima kelmadimi? Yo'q, yarimta. Ha, o'zi kirib keldimi? Anaqa aytdi, anavi nima? Yo'q, anavi. Ha, tovuq go'sht. Ya, o'zi yaxshi dedi. Ukol qilishdimi? Bu telefon qilib turaman. Nima bo'lyapti? Nima yeysiz, nima ayting? Ana bu so'sa nima? Ha, Leopold cho'psasini olib, telefon nomerini olib. Uni ham. Nima yeysiz? Yaxshi ekanmi? Nima deydi? Yurachi, Şimdi ben içeride düşünüp kilitleştirmem olsa işler düşünüp Siz esiz bo'lsa, bu dadingiz bo'zlarni qarab, duosini olib boring. Duosini olib boring dadingiz bo'zlarni. Bitta bu dadingiz bo'zlar. Aşkım olmazsızda. Oromkini o'tirib tashitdi. Qarang, semiz olib o'tiribdi. Bering. Kim o'tiribdi? Bittasi ashqavoq, mana bu ashqavoq oling. Voy yo'q. Bu 2,5 ming dedi. Hech qimmat. Katta kichiligiga qarabdi. Kimin oldin? Kichkinaroq ekan. Bular choyni qanaqa ekan? 3 burchak. Choyni ichaylik, keyin men asli ana adirga bir xalira borib kelishim uyimgacha Andijonga borish uchun ishim bor. Andijonda ishim bor. Hop, Andijonda ishim bor. Men Andijondan kelib Quvaga boraman. Ana yonlarini ochirish kerak-da, shal qo'shnilarim bor-da, shitda, ishlaydi qollar. Bolalar ham, xotinlar ham shu yonini ochishib, ertalabda mashina paytlari quyosh chiqadi. O'shanda yonini ochib qo'yadi. Bo'laveradi. Yonini ochib qo'yadi, kechgacha. Ana hozir sopib pamucha. Opa, ustiga pamucha sopib qo'yaylik, shunday. Biz ertalabdan qurib yuribmiz. Kechadan maqa. Nima dedingiz? Mani tarafim oli. Ko'rdingizmi? Bizga hamma mani taraf. O'sha jim o'tirdim. O'chirib qo'ydim opa-ya. Yo'q, opam gapi yarim qolib ketdi, ochiqsin, boshqa aytib beradi. Opa, boshqa aytib bering, u qiz dardi ichida qoldi. Nima dedingiz? Hozir erkalab olmasa keyin ko'tarmaydi deyapman. Eshitdingizmi? Hozir bu erkalayaptimi? Bayrammi? Menga o'xshaydimi, o'xshamaydimi? O'shingizlar ashuncha chiqib ketdi. Biz hozir er-xotin basmizda. Ko'pchilik er-xotin, bu singlim bu. Er-xotin demadim. Prosta o'xshaysizlarga orqangizdan keldim yugurib. Singlimga o'xshaydimi? Bilmadim, yana bitta gapirib qo'ydim. Sinizmi-na? Yo'q, xotinimsiz. Endi xotinim bo'lasiz. Hammani yetavermayman deyapman sizga. Son sapazlarni ham boshini aylantiribdi. Nima deydi? Yo'q.